Dadasi, bunisi qarang, Lego o'ynab bir nimalarni chizib o'tiribdi. Dadasi, bu bolalikdan chiqib keta olmayaptim. Miyasi kam rivojlanyaptimikin-a? Buni psixologga ko'rsatish kerak. To'g'ri aytasan. Menga qara, qarindoshlarining ichida haligi miyasi kech rivojlanganlari yo'qmi? Menga qarang, siz nimaga darrov qarindoshlarimga yopishyapsiz? Bizni bolamizga ularning nima daxli bor? Chunki o'g'il bolaga onasida 70% genidan o'tadi ekan, otasida esa 30% xolos. Shuning uchun qarindoshlaringizni bir tekshirib ko'rish kerak. Ertaga kech ko'chama-ko'cha yurasiz. Faqat ish yurasiz. Bolada bitta kamchilik bo'lsa, yo men aybdorman, yo meni qarindoshlarim aybdor. Siz qachon aybdor bo'lasiz? Undan ko'ra bolani psixologga ko'rsatib, qarasangiz bo'lmaydimi? Seni ko'rsatish kerak o'zi psixologga. Bola nima ayb bor? Nima bo'lyapti? Tinchlaninglar. Mana dadangni ko'rmaysanmi? Ukangni qara, Lego o'ynab o'tiribdi. Buni psixologga ko'rsatish kerak desam, dadang nuqul meni qarindoshlarimni ayblashdan boshqani sizga o'tmayapti. Oyi, ukam ixtiro qilishga qiziqyapti. Uni Junior IT akademiyasiga berish kerak. Unda IT dasturlashi, ingliz tilini, grafik dasturlashi o'rgatadi. Uni shundoq ham mashg'ulotlari ko'p-u. Uni uyda o'tirib o'rganadi. Hozir texnika asri, kelajagi bor dastur bu. Oyi, mana ko'ring-chi, bu mening natijam, bu mening programmam. Voy, o'g'limiz programma yaratibdi dadasi. Ha, ota o'g'il, menga tortganda menga. Ha, bunaqa paytda bir pasda sizga o'xshab qoladi. Albatta. O'g'limdan zo'r programmist chiqadi. Agar farzandingiz qiziqishlarini sinamoqchi bo'lsangiz, ushbu silka orqali ro'yxatdan o'ting.